Yurtimizda yaratilayotgan shart-sharoitlar tufayli qator sport turlari bo'yicha ham olg'a siljishlar kuzatilyapti. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Madina Shoberdiyeva Muay Thai bo'yicha Tailandda bo'lib o'tgan jahon chempionatida sovrindorlar qatoridan joy oldi. Kuni kecha g'olibni Termiz xalqaro aeroportida tantanali ravishda kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Sportning inson kamolotidagi o'rni beqiyosligini yaxshi bilamiz. Sportga oshna tutingan inson nafaqat jismonan sog'lom, balki ma'naviy jihatdan yetuk bo'ladi. Hozir vohada ham sport bilan shug'ullanuvchilar soni ortgan. Ular viloyat, respublika hamda xalqaro miqyosdagi bellashuvlarda yaxshi natijalarni qayd etyaptilar. Sportchilarning yutuqlari keng jamoatchilik o'rtasida katta qiziqish bilan qarshi olinyapti. Ana shunday yutuqlar davomiyligini Termiz xalqaro aeroportida tantanali kutib olish tadbirida ham ko'rish mumkin. Xabaringiz bor, joriy yilning 9-19 mart kunlari Tailandning Bangkok shahrida Muay Thai bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mazkur bellashuvlarda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati boshqarmasi xodimi Madina Shoberdiyeva ham faol ishtirok etib, sovrindorlar qatoridan joy oldi. Kutib olish marosimida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Termiz garnizoni xodimlari, sportchining yaqin qarindoshlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Madina yoshligidan yengil atletikaga qiziqardi. Undan keyin dastlab maktabni bitirib, kollejga borganidan keyin sportning Shotokan karate turi bo'yicha shug'ullanib boshladi. Bu 2006-yildan boshlab ichki ishlarga ishga kirganidan keyin Muay Thai sport turi bo'yicha shug'ullanib boshladi va unda O'zbekiston chempionatida, Osiyo chempionatida faxrli o'rinlarni egallab keldi. 20-jahon Muay Thai bo'yicha chempionatida qatnashib keldi. Bundan juda ham xursandman, albatta onaman, faxrlanaman. Qizim mana shunaqa yutuqlarga erishayotganidan. Buni negizida yurtboshimizni mana shu sportga qaratilgan juda katta e'tiborlari, qolaversa mana Surxondaryo viloyatining ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyatlari, xodimlarining hissasi juda ham katta. Men bularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va bundan juda ham xursandman, faxrlanaman albatta. Tantanali kutib olish marosimida so'zga chiqqanlar mamlakatimizda yosh avlod vakillariga yaratilayotgan sharoitlar haqida so'z yuritib, Madinaning bugungi g'alabasi bilan qizg'in muborakbod etishdi. Kayfiyatlar a'lo darajada. Xudoga shukr qilaman, shu O'zbekistonda terma jamoa nomidan ringga chiqqanimga xudoga shukr qilaman. Ancha har bir sportchining orzusi hisoblanadi va O'zbekiston nomini aytib bayroqlar yuksakka ko'tarilganda juda ham ko'zingizga yosh keladi-da. Uni tushuntirib berishim qiyin, lekin birinchi Italiya davlatida raqibim bo'ldi va ikkinchi raqibim Braziliya bo'ldi. Braziliya sal ustunroq kelib qolishdi-da. Kelasi safar albatta birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Termiz garnizonida xizmat qilayotgan kichik serjant Abdusalom Mingliyevning farzandi Abdulaziz Tojiyev ham Tailandning Bangkok shahrida yosh o'smirlar o'rtasida o'tkazilgan Muay Thai sport musobaqasida faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ushbu sportchining tashrifi ham keng jamoatchilik tomonidan iliq kayfiyatda kutib olindi. Albatta, bunday muvaffaqiyatlar zamirida avvalo olis hududlarni ham qamrab olgan zamonaviy sharoitlar eng yuqori darajadagi e'tibor yotibdi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Muhimi, bu boradagi intilishlar ko'lami yanada kengaymoqda. Madinadan kelajakdagi orzulari haqida so'raganimizda, u qay mahal bo'lmasin sportdan uzoqlashmasligini bildirdi. Sport hayotining mazmuniga aylanganligini bot-bot ta'kidladi.